O nima qilmani? Ertalabdan turib barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Masterni kompotskenda desanglar bekorga emas, chunki biz mana kompotning qishlog'iga ko'chib keldik. Kompotdan bu uyni sotib oldim men va albatta kiyimini ham men sotib oldim o'zimga. Adashmay yangi sotib oldim. Mana bugungi videoda biz oddiy survival qilib qishloqni tekshirib chiqamiz. Qani bo'lmasam, hop. Mana bu kerak, qilich kerak, har ehtimolga bu kerak. Mana hammasini olamiz. Hop. Yaxshiroq bilan o'zimga. Mana burun ham yo'q. Manolarim o'sib ketibdi, osh kerak bularni. Hop, ekib qo'yish kerak yana. Atiga 5 ta ortib qoldi. Ortib qoldi, ya'ni artib qoldi debman. Bu 5 tani esa foyda qilamiz, ya'ni o'zimizning sandig'imizga solib qo'yamiz. 9 ta yaxshi. Hop. Tushmagan bo'lsa, suvga tushgan edik, achivka berishdi. Voy, qo'yib bittasin. Yaxshi. To'ta. Meni hayron qoldirayotgan narsa. Ketmonni kuchi ketmayapti. Yaxshi, lekin ketmonni kuchi ketmayapti bola. Qanday zo'r narsa. Qishloq nima qilib yuribdi? Jinnimi? Yaxshi. Endi ketdi kuch. Xo'p, mana merning uyi. Xo'p, nega qishloqlar ko'rinmayapti? Ketdik ana. Yana nima bo'lyapti? Harakat normalmashlar. Ketdik ana qishloqdan so'raylik, nega ekinlarni sug'urmayapti? Mer baqirmaymi bunga? Mana ichkarida ekan o'zlari. Uzr. Kirsam bo'ladimi? Kirsam bo'ladimi qo'shni? Kir. Rahmat. Qo'shni bir narsa so'rasam, xijolat bo'lmaysizmi? Mer sizga qanday qilib baqirmayapti? Bir ekinlaringizni qarang, o'sib ketgan. Tozalab yurmaysizmi bunda? Ekinlaringiz qarang, o'sib ketgan. Mer baqirmayaptimi? Men ekinim qarang. Hozirgina tozalab chiqdim. Mana ortib qolgan narsalar. Shuncha narsa ortib qoldi. Kartoshka va sabzi. Siz ham ekin o'tirmang bu yoqda. Men erinayapman. Nega erinasiz? Erinmang. Erkachi, sen qayerdan kelding? Bor yo'qol ahmoq. Mayli, o'zingiz bilasiz. Agar urushim o'g'lamasa tez aytganim qiling. Bo'ldi. Iltimos, unday qilmang. Tezroq yo'qol. Xo'p, aka. Yo'qol aka. Sassu. Gap qaytaraman akasi-yu. Yaxki jetil. Yaxki. Kimsan sen? Bu yaxki. Ana o'ldirdik. Endi merda oldiga borib bir ikki og'iz gurung qilib kelaychi. Bilasizlar, men merdan qo'rqmayman. Merdan qo'rqgan joyim yo'q. Shunchaki salomatlik qilamiz. Assalomu alaykum, mer kirsam bo'ladimi? Kir.
Yo'q. Assalomu alaykum mer. Ana biz Jitselni bilasizmi? Mani qo'shnim bor-ku. Ha, bilaman. Nima bo'libdi? Xullas o'sha ekinlarni sug'ormayapti. Masalan, men ekinlarimga qarang, sug'orib qo'yman, u negadir sug'orilmayapti. So'rasam, erindim deyapti. Ha, seni ko'rdim. Yaxshi ishlayapsan, lekin u yaxshi ishlamayapti. Shunga nima qilish kerak uni? Qo'yaver, u mening jiyanim. To'g'ri, qarindoshim. Xo'p, nima qilay men shunga? Indamay qo'yaver. O'zi tinchib qoladi. Ha, mayli, aytgancha, boya ana yerda jodugar Jitselni ko'rib qoldim. Ortidan qo'valasam qochib ketdi. Keyin oldiga borib o'ldirdim. Nima qilishim kerak edi? Ha, ahmoq, nega o'ldirasan? U mening qarindoshim, ukam-ku. Kechiring, men bilmagandim. Hozir yo'q bo'l, yo'qsa menga bir stak zumrad blok to'laysan. Xo'p, mer bo'pti. Kechiring, mer. Bor yo'g'im. Dur. Voy. Obunachilar nima qilib qo'ydi? Mer qarindoshini o'ldirib qo'yibmiz-ayu. Nima qilib qo'ydi? Bir stak zumrad blok to'laysan dedi, agar hozir yo'qolmasang dedi. Voy, shunaqangi aslo bu eshikni ochiq turibdi. O, pulni almashtiribdimi Jitsel? Tutela, eslab ko'raydi. Bola, men o'ldirgan Jitsel mana shu, ya'ni hozir mana shu uyning egasi bo'ladi. Pulni yangilabdimi? Mayli. O, mol o'ldiramiz. Yaxshi bittada ketdi. Xo'p, biroz daraxt chopamiz, biroz. O, yaxshi ham narsalarimizni yangilab olganman, lekin hali aslaha tayyor emas unchalik. Xo'p. Mana. Keyin yerdagilar terib olamiz mana. Xo'p. 21 ta. Menimcha bizga yetadi. Nima? Mer ko'rmasin. Buni gapiring, merni qulog'i karnay. Juda zo'r eshitadi. Qanaqa sandiq bo'ldi? Yopib qo'yaylik. Yo'q, obunachilar, bu qanaqa sandiq bo'ldi? Yuringlar birga ko'ramiz. Obuna qo'yishdan chiqmasin. Xo'p, adashmasam shu yoki shu mayli, mana bu yer bo'lsa kerak. Oh, jonim ketdi. Yarimta. La'nati. Men bilgandim. U bekorga jodugarning kiyimini kiymaydi. U nimadir saqlagan mana sandiqda. Menimcha u borku, Jitsellarni, meni butun qishloqni o'ldirib o'zi hukmdor bo'lmoqchi bo'lgan obunachilar. Men bunga chidolmayman. Mayli, sandiqni nima? Minecraft olamidagi eng olish qiyin bo'lgan qurol. Sop qo'yibdi. Obunachilar, jodugar uchun bu hech narsa emas, chunki jodugar xohlagan narsasini qila oladi. Xohlagan narsasini qila oladi. Nezaret kiyimlar. Shavmaya qurollar. Lapatgani bosh shunga uramanmi? Kamon, o'q, trident, qalqon, o'q, totem. O'qtilgan oltin olma, totem. O'qtilgan oltin olma. Yo'q, obunachilar, men yashirish kerak buni. Hozir men qo'lim bo'sh ko'rinib tursin. Biroz blok olamiz, tepa chiqib ketish uchun. Merga ko'rsatmaymiz buni. Obunachilar, endi butun qishloqni qirib tashlasa bo'ladi. Butun qishloqni yengamiz, endi merni ham yengamiz. Ho'kampot, beraga. Yo'q. Menimcha bilib qoldi obunachilar. Mayli, boramiz. Nima bo'ldi?
mer xato qilasiz. Mana ismim master. Nega kompot deysiz? Ha, kapot chiqadi kiyib olganga kapot deyapman-da. Master, qayoqqa shoshib ketyapsan? O'ldirgan yedirlikni uyga kirdik. Nima o'g'irlading? Hech narsa, shunchaki uni uyda hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Aniq hech narsa o'g'irlaganim yo'q. Uni uyidan faqatgina mana shu teri topildi, xolos shuni olib ketay dedim. Ha, olib ketaver. Kech bo'ldi, bor uyga bor. Ha, rahmat. Bo'pti, master. Bo'pti. Voy, obunachilar, qo'yib ketdik. Achach. Bugun qishloq endi meniki bolalar. Mayli merga fora beramiz. Mer deymiz uni, lekin keraksa sandiq hisob qo'yaylik. Bular menga nima kerak endi? Temir boshimga uramanmi? Oldinda nizor aytib turibdi. To'g'ri turamiz. O'taylik. Mana sandiqqa solamiz. Sol. Mayli. Mana mer ko'rmaydigan joyga kiyib olamiz. Qaranglar kiyilishini. Bum. Bu Minecraft'dagi Terminatorga o'xshadim. Bir staki shu yerda tursin, bir staki Mace. Eng hayron qoldirgan narsa Mace meni hayron qoldirdi. To'g'risini aytay. Chunki men Mace'ni umrim davomida birinchi marta olaman. Qilish o'chib ketdi menda. Bolam, mana kuchli ham bo'lib ketdik. Endi nihoyat men orzu qilgan narsalarni bajaramiz. Ha bolam, men shuncha payt merga hurmat qildim, lekin u meni shuncha urushda qarindoshimni o'ldirding deb. Lekin endi biz merning o'zini o'ldiramiz. Sababi oddiy. Qishloqda haqiqiy bitta mer bo'lish kerak. Bu ham bo'lsa menman. Shuning uchun hozir merni o'ldirishga boramiz. Sizlar esa shunchaki tomosha qilinglar xolos. Qilich bilan boramiz merning oldiga. Birinchi gaplashib, keyin asta-sekin o'ldirib yuboramiz. Omar, mer, men keldim. Salom berishni bilmaysanmi sen bola? Dizraklar qayerdan olding? Ho'y, men gapni qisqa qilmoqchiman. Xullas, men bularni topib oldim. Mayli, senga sal muloyim bo'ling. Xullas, men bularni topib oldim. Endi bular bilan qishloqda bitta mer bo'lish kerak. O'sha mer vaqtinchalik sen eding, toki men seni o'ldirmagunimcha. Endi men mer bo'lishim kerak. Chunki men seni ancha kuchliroqman. Mana o'qtilgan oltin olmam bor, qo'limda tatemim bor, mes ham bor, qilichim mana shuncha narsam bor, kamonim ham bor, mana ham bor. Mes eng qizig'i, mes bilan bilasan, bitta sakrab turib bo'lsam o'lasan. Mes qayerdan olding? Bunisi bilan ishing bo'lmasin, mer. Ha. Men bilan o'ynashma, tushundingmi? Kechir, soqchilar. Jimbo, hech qanaqa soqchilaring meni o'ldira olmaydi. Men qanchalik qudratli ekanligimni bilib qo'y. Ha. Bolovnachilar, ko'rdinglar, biz merni o'ldirib yubordik. Va qishloqda yagona qirol bo'ldik. Mayli, mana qo'shnimga ham aytib ko'rayman, ne bo'ldim deb. Qo'shni, men qishloqda mer bo'ldim. Tushundingmi? Ukam, men mer bo'ldim. Qanaqa mer bo'lasan? Kerak. O jinni, men merni o'ldirdim. Mana qara, meysim bor, qilichim bor, shuncha narsam bor. Anani o'ldirdim men merni.
Qanday qilib o'ldirding? Mana hozir seni ham o'ldiraman mace bilan. O'ldirma. Xo'p, men merni o'ldirganimga ishonasanmi? Ha, ishonaman, shuncha narsang bor-ku. Qo'lga tatim bormi? Ha, tatim bor. Mana o'qil oltin olmam bor. Endi seni o'ldirish navbati keldi. Meni o'ldirma. Mayli, o'ldirmayman, asamga tegmasang. Bo'ldi, asabiga tegmayman. Bo'ldi. Hoziroq ekinlarini sug'orib tasha. Xo'p bo'ladi-da, aka. Kerak, o'lcha aqlim ketadi. Bor yo'qoling-ku. Nimadir dedingmi? Ha, yo'q, o'zim. Bilasanmi qishloqim, men senga umuman ishonmayman. Seni azobli darsda bitta kamon va qolgani men o'ldiraman. O'ldirma. Ha. Qishloqda yagona qirol bo'ladi obunachilar. Bu ham bo'lsa menman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan master bo'ldi bundan buyog'am. Master bo'ladi. Yo, balomachilar, xayr.